Saturn mana shu tomonlarda mol boqqanda, mana zavurlarning ichiga shunday oyoqlari botib qolib, mollarni quvib, so'kib, jahli chiqqandan keyin oktagonga kirib 4-0 qilib qo'ygan shu mollarning dastidan. Real mana shu joyga kelman hozir. Qarab o'tiribman. Bu chekka qishloqda tug'ildi degani bir natija qila olmaydigani emas, vaziyat bo'lmayapti degani. Vaziyat qanaqa? Bir ketsa mol och qolib ketadi. Suvsiz qolib ketadi, shuning uchun Toshkentga chiqilmaydi. Agar men bilgan bir ikkita cho'pon yigitlar Toshkentga chiqsa, shahar ko'rsa, musobaqalarga chiqsa, biron joyini uzib oladi borki. Shuning uchun qishloqda bir chetdagi yigitlar bilan o'ynashmaylar. Hammani omadini bersin. Qishlog'imda polvonlar nimaga omon bo'linglar, mol qo'ylar yaxshimi? Sigir buzoqlar o'zlaringiz ehtiyot qilingizlar. Sigirlar sutdan foyda. Sigirni sog'ib, oilani boqish kerak. Shaharga chiqmanglar. O'qiyman, karyera qilaman deb. Qishloqda ro'mol taqqan, ro'mol o'ragan qizlar ham qolish kerak. O'shaga qishloqliklar sizlarni yaxshi ko'raman.